inson o'sha paytda plan qilayotganda u o'zini kuchini inobatga olmaydi. Ya'ni qanaqa kuchini? Misol uchun plan tuzayotgan insonni o'zi juda ham ko'p narsada muhtoj bo'layotgan bo'ladi. Shuning uchun plan tuzadi. Muhtoj bo'lmagan inson даже plan tuzib ham o'tirmaydi. U hayot oqimida ketadi. Shunaqa payt kim plan tuzadi? Kam unda narsada, kam maqsadlari kam inson, harakatsiz, og'riqda, qo'rquvda, xavotirdagi inson plan tuzadi. Kimlarnidir yaxshiroq biladi deb eshitib. Shunaqa payt bu insonda nima uchun hayotida buzilish boshlanadi? Chunki o'sha paytda u kelajagidan, ya'ni energiyasini olishni boshlaydi. Chunki Xudoyim unga to'g'ri, Xudoyim hammaga beradi. Hammani rizqi bor. Rizqi borki biz tirikmiz. Lekin u o'zini energiyasini qo'rquvga, xavotirga, og'riqqa ketkazib yotganini bu inson bilmaydi. O'shuning uchun o'zi plan qiladi. O'sha tomonini ishlash o'rniga inson buni bir chekka olib qo'yadi-da, plan tuzyapti. Yaxshi bir hayotni tuzyapti. Shunaqa payt u qatdan oladi energiya. Energiya baribir bizda hammamizga deylik Xudodan berilyapti, deylikda, har kunimizda berilyapti, tirikmiz. Shunaqa payt bu odam o'zi bilan, ya'ni ichki meni bilan sviazi uzilgani uchun, boshqa insonlarning gapi unga muhimroq ko'ringani uchun, hamdaki hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishni xohlayotgani uchun, получается, ongsiz ravishda o'zini aqliga, boshqa insonni fikriga qarab, qanday bo'lish kerak deb shu planiga yarasha harakat qilishni boshlaydi.